Konsonant qo'shiqlarni turk tiliga tarjima qilamiz. Hadi o zaman başlayalım. Odamlar nima deydi? İnsanlar ne der? Odamlar nima desa desin yashayli. Keyingi qo'shig'imiz esa sengacha, sana kadar. Odamlar ucha olar, insanlar uchabilir. Bulutlarni mahkam sho'la. Asragin meni, beni koru. Keyingi qo'shig'imizning nomi esa sog'indim, o'zladim. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni qattiq. Keyingi qo'shig'imiz esa qahramonlar, ya'ni qahramonlar. Ular chinakam qahramonlar. Qahramonlar otalar. Qahramonlar onalar. Va so'nggisi qizim, qizim. Sen aytasan, men aytaman jonim. Yumshoqroq qilding dunyoni, sen yana kichkina xon. Ko'p amakilarning muammosi bo'lgan qorinchoq qanday aytiladi? Buni biladiganlar izohlarda yozib ketamiz.